ijtimoiy tarmoqlarda ko'p savol keladi. Bitta savol meni o'ziga jalb qildi. Ustoz, faoliyat olib borishni boshlayapman, o'qituvchi bo'lishni boshlayapman va xususiy maktab yoki davlat maktabi, xususiy markaz yoki davlatni muassasasini tavsiya qilasizmi? Qayerda daromad yaxshi? Men hozir tajribamda kuzatuvlarim shu narsani ko'rsatdiki, xususiy maktablar o'qituvchilarni tanlab olishayotganda chertib olishyapti va ularning birinchi muhim talabi xususiy maktabga kelishdan avval davlat maktabida ishlaganmi va ishlasa bu juda ham yaxshi degan xulosani berishyapti. Nima uchun? Chunki davlat maktabi sizni juda ham qattiq charxlaydi. Tartib intizomga, juda ko'p turdagi bolalar bilan ishlash bo'yicha keyslaringiz, tajribalaringiz va aynan darslarni yuqori saviyada o'tish uchun talab eng kuchligi davlat maktablaridir. Va siz bu maktabni egallasangiz, ishoning, siz kelajakda xususiy markazga borasizmi, xususiy maktabga borasizmi, bu siz uchun juda katta fundament bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun sizga tavsiyam birinchi o'rinda davlat maktablarida charxlaning, u yerdagi tartib, intizomni oling va shunda xususiy maktablarda ish faoliyatini boshlash uchun so'rovnoma tashlaganingizda siz uchun bu katta plyus bo'lib xizmat qiladi. Agar meni eshitayotgan davlat muassasasi rahbarlari bo'ladigan bo'lsa, meni fikrimga menimcha qo'shilishadi va o'z fikr mulohazalarini kommentariyalarda yozib qoldirishadi degan umiddaman.